Bugun Toshkent davlat transport universitetida tashkil etilgan bayram saylida chin ma'noda deyarli barcha qadriyatlarimiz yana tiklandi deyish mumkin. Bu yerda nafaqat sumalak kabi milliy taomlarimiz, balki talabalar tomonidan haqiqiy milliy o'yinlarimiz ham jamlangan desak mubolag'a bo'lmaydi. Sharqona yangi yil Navro'z bayrami yurtimizga yana bir bor bahor nafasi, yangilanish va ezgulik ruhini olib kirdi. Ushbu qutlug' ayyom Toshkent davlat transport universitetida ham ko'tarinki kayfiyatda o'ziga xos tantana bilan nishonlandi. Sayl qilinishidan maqsad Navro'z qadriyatlarini, Navro'z an'analarini o'zimiz yoshligimizdan o'sha milliy o'yinlar bilan o'sgan qadriyat an'analarimizni yoshlarga keng miqyosda yetkazish maqsadida universitet barcha jamoasi a'zolarini talabadan tortib professor o'qituvchigacha universitetda faoliyat yuritadigan barcha qatlamdagi xodimlarni, jamoa a'zolarini qamrab olish maqsadida hamda universitetimiz jamoasi orasida ko'tarinki kayfiyatni, jamoaviy muhitni oshirish maqsadida aynan shu shaklda tashkil etib kelinadi. Talabalar yurtimizning har bir viloyatiga tegishli bo'lgan milliy taomlarni o'z qo'llari bilan tayyorlashdi. Albatta, mehnat ham javobsiz qolmadi. Bizning aviatsiya transport muhandisligi fakultetimizga Toshkent shahri va Toshkent viloyati milliy taomlar tushgan bo'lib, shu milliy taomlardan pishirilgan, shakllantirilgan stol tayyorlangan. Bu tadbirning asosiy maqsadi shundan iboratki, mana har xil bizdagi milliy o'zimizning o'zbekona o'yinlarimizni ko'rishimiz mumkin. Bir tomonda lanka o'yini, bir tomonda kurash, bir tomonda har xil milliy o'yinlarimizni talabalar zavq va shavq bilan o'ynashmoqda. Saylda nafaqat talaba yoshlar, balki professor o'qituvchilar ham faol ishtirok etib, ustoz shogirdlik an'anasi yanada mustahkamlanishiga sabab bo'ldi. Talabalar aytishdiki, sizlar 3 yildan beri mana shu Navro'z saylida yutib kelar ekansiz va nima sizlarni har doim yutishlaringga sabab bo'ladi deb o'ylaysiz? Bizni har doim yutishimizda eng avvalo umumiy jamoa, qolaversa fakultetimizning dekani Kamoliddin Ziyayev tashabbuslari bilan fakultetni birlashtirib, talabalardan tortib professor o'qituvchilari, zamdekanlarimiz hammasi birgalikda shu jamoa bo'lib hammamiz bir yoqadan bosh chiqarib harakat qildikki, shuning uchun 3 yildan beri doim g'oliblikni qo'lga kiritib kelamiz. Jizzax milliy taomlari qozon kabob, somsa, shashlik bilan mashhur. Sirdaryo milliy taomlari esa bilganimizdek g'ilmindi, xonim va biz talabalar bularni alohida ta'rif berib o'tdik. Masalan, Jizzaxning palovi o'zining guruch donalari va go'shtlari aniq joylashtirilishi bilan farq qiladi va bu narsa oshpazlarning mahoratini ko'rsatadi. Jizzax va Sirdaryo milliy taomlari o'zining betakror ta'mi, xushbo'y hidi va ko'rinishi bilan farq qiladi. Talabalar tomonidan namoyish etilgan milliy o'yinlar, sahna ko'rinishlari va jozibador raqslar tomoshabinlarga ko'tarinki kayfiyat ulashdi. Ayniqsa milliy liboslarda ijro etilgan chiqishlar bayramga o'zgacha ruh bag'ishladi.